Haftaning dushanba kuni soat 7:30 manzilimiz Uchko'prik tumanidagi 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi. Darvoza yonida maxsus xodimga mobil telefon qurilmalarini topshirib, ta'lim olish uchun sinfxonasi tomon shoshayotgan o'quvchilar uchun birinchi dars mavzusi kelajak soati. Bugungi mavzumiz xavf va xavfsizlik haqida gaplashamiz sizlar bilan. Xavfsizlikni ta'minlashda qanchalik ko'p ishlar qilishimiz mumkinligini bilmaymiz. Oddiy ekologik madaniyat orqali sayyoramiz xavfsizligi va sog'ligimiz ta'minlashimizni bilasizlarmi? Ha, aynan o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi do'stona aloqalarni mustahkamlash orqali ta'lim-tarbiya sifatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion dars jarayonlarining bu galgisi asosan xavfsiz hayot mavzusida boshlandi. Bugungi kunda yurtimizda har bir maktabda bo'lgani kabi bizning 4-umumiy o'rta ta'lim maktabimizda ham har dushanba kelajak darslari o'tkazilmoqda. Bugun ham xavfsiz hayot mavzusida barcha sinflarda kelajak darslari o'tkazilyapti. Dastlab maktabning eng kenjatoy o'quvchilari, ya'ni 1-sinf tarbiyalanuvchilarining mashg'ulotlari kuzatildi. Jarayonlar shunchaki nazariy bilim asosida emas, balki bolaga yanada tushunarli va ta'sirli bo'lishi uchun qiziqarli amaliy mashqlar, bellashuvlar bilan davom etdi. Qizil rangda to'xtaymiz, sariq rangda tutib turamiz, yashil rangda yuramiz. Xavfsiz hayot mavzusi tushuntirildi. O'quvchilarga kelajagimiz bo'lgan o'quvchilarimizni xavfsizligini ta'minlash, ularga favqulodda xavfsizlik holatlari, yong'in xavfsizlik holatlari, yo'lda harakatlanish qoidalari haqida ma'lumotlar singdirildi. Aynan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi buyrug'i asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilayotgan kelajak soati darslari shu kuni mazkur maktabning 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan barcha guruhlarida ham qiziqarli mavzular asosida olib borildi. Bizning maktabimizda har dushanba kunlari kelajak soati o'tilib kelyapti. Bu kelajak soati darsimizda xavfsiz hayot mavzusida tanishdik. Ustozimiz bizga yong'in bo'lgan vaziyatda o'zimizni qanday tutishimiz haqida gapirib berdi. Biz shuni tushundikki, sinfdoshlarimiz bilan favqulodda hodisa bo'lsa, biz shunga tayyor turishimizni o'rgandik. Samimiy muloqot, o'zaro bahs va munozaralarga boy tarzda davom etayotgan ayni kelajak soati darslari eng avvalo o'quvchi yoshlarning tariximizni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, ularni vatanparvar ruhida tarbiyalash, ota-onani qadrlash, kasb-hunarga qiziqtirish va yoshlarni bilimli, salohiyatli, barkamol insonlar etib tarbiyalash kabi bir qator ustuvor vazifalarni o'z ichiga olgan bo'lib, ayni kelajak soatlari haftaning har dushanba kuni respublikamizdagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida muntazam o'tkazilishi belgilangan.